Mana mashina 16 ni hech qanaqa pulsiz o'zingizniki qilsangiz bo'ladi. Bir so'm pul to'lamasdan. Aka, buni yutish uchun nima qilish kerak? Birinchi ishtirokchini o'zingiz aniqlashtirib berdingiz. Ikkinchi ishtirokchini mana shu videoni laykida aniqlaymiz. Prosta layk bossa bo'ldi. Mana podpischiklarim inshaalloh yutadi. Endi bu mashinani necha pulga oldingiz? Shu holatgacha necha pulga tushdi sizga? Aka, pachoq holatda $200 ga oldim. Mana shu holatga kelguncha rasxodini o'zi $6,500 pul sarflandi. Endi yaxshi niyat qilib, sizdan endi ustozimsiz, havas qilib, men ham xudo xolasa bitta obunachimga mashina sovg'a qilaman dedim. Mana niyatimga yetdim aka, xudo xolasa. Muhtoj odamga tutsin, mashinasi yo'q insonga tutsin, mehr ko'zi dilxiralik bo'lmasa, mashinani turishini, salonlarini prosta ko'ramiz. Topilmaydi